Boshlang'ich $2500 bilan mana shu 2022-yil ishlab chiqargan Cobalt'imiz halollansa savdoga berilyapti. Akalar, kanalingga bo'lsanglar obuna bo'lib qo'shaysan chiqmasin. Akalar, tez obzor qilib beraman. Akalar, ketdik. Yil 2022 akalar, kraskalar top-toza, motor ходовой korobkada hech qanaqa ish yo'q. Faralar led qilingan, balon holatlari ham juda ham yaxshi haydab ko'rdim. Rosa yumshoq mashina ekan akalar. Xo'p. Obshipkalari yaxshi holatda, chexollari yaxshi holatda, poliklari yaxshi holatda, o'zaro ham naqa rullari 38.000-39.000 probeg degan akalar. Mashinamiz avtomat ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma narsasi bor tepada, video registratorlarigacha bor ekan. Tayyor holatdagi mashina akalar. Orqasida yengillanmasi. Hop, propan, tabletka, gazi bor ekan akalar, xullas. Mana bitta ozgina qirilgan joyi bor ekan, banfeda endi detalga kirmaydi-ku. Xullas faqat Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga beraman deb turibdilar. Xullas boshiga 2,5 ming berasiz, qolgan egalari bilan batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Xullas tegir egalar nomerlarini qoldirdim, aloqaga chiqinglar mana shunaqa. Yaxshi Cobalt qidirgan tog'alarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin akalar, joninglar sog' bo'lsin. O'zingizlarni ehtiyot qilasizlar.